lekin men aytganimni qilgan. Kam bo'lmaysan bilib qo'y. Bugun 2-iyun bolalarni himoya qilish kuni kecha o'tib ketdi. Umuman olganda bu videoni bayramga umuman aloqasi yo'q. Bundan boshlab ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'laman deb siyqasi chiqqan va'dalarni berishdan yiroqman. Shunchaki vaziyatga qarab mavzu bo'lsa video qilaman, bo'lmasam jimgina ishimni qilib ketiraman. Bugungi mavzu hozirgi kundagi aktual temalardan, ya'ni odamlarni zalga chiqishga majbur qiladigan, iste'mol qiladigan taomlarni nazorat qiladigan, xullas qisqa qilib aytganda, tanadagi ortiqcha yog'lardan xalos bo'lish. Bu fikrga o'zim ham bahorning o'rtalarida kelgandim. Hozir yozni boshida turib shuni aytishim mumkinki, bu juda uzoq jarayon ekan. Lekin men aytganimni qilgan. Kam bo'lmaysan bilib qo'y. Tushundingmi? Даже qarisen hamchi hech narsa bo'lmaydi bilib qo'ygan, tushundingmi? Buning uchun kuchli intizom kerak bo'ladi. Endi videoning kulminatsion nuqtasiga keldik. Ortiqcha yog'dan xalos bo'lish uchun ertalab nahorda, ya'ni och qoringa yurish kerak. Ha, to'g'ri eshitdingiz, yugurish emas, aynan yugurish kerak. Yurishga chiqqanda faqatgina suv ichish mumkin. Yarimta banan bilan qornim to'yib qolmaydi-ku, yoki yong'oq magiz miyaga foydali ekan deb iste'mol qilishga shoshilmang. Faqatgina suvga ruxsat etiladi. Yurishda diqqat qilish kerak bo'lgan jihatlar: sayrga chiqqandagi sekin yurish yaramaydi. Tasavvur qiling, siz ishga shoshilyapsiz. Qanday yurasiz? Shu holatda tez-tez yurish kerak va iloji bo'lsa, telefonni ham tashlab chiqing. Shunga o'xshagan mavzular qiziq bo'lsa, menga obuna bo'ling va izohlarda bu fikr qanchalik to'g'ri va noto'g'riligi haqida o'z fikringizni yozib keting.